ئۈلگىلىك bir جەمەتنىڭ ئەسىرلىك قان ياشلىق كۆرەشلىرى ۋە قىسمەتلىرى. ئاپتورى ھاجى ئەكبەر مۇھەممەدنىياز. 2. قىسىم. 2. تez pükməs mənəvi dahi Abdülhəkim Məxsumacım. 20. əsr Uyğur tarixinin barlıq şanlıq və qanlıq səhifələrə şahid bolğan məşhur Uyğur alimi, yetuk allama və mutafəkkir mərhum Abdülhəkim Məxsumacım 1925 yılı keçküzdə vətənimizin qərbi cənubidəki Gumanayisida məşhur allama pişqədəm inqilabçı və siyasiyon Abdücelil Damollam Hacimning uyida dunyoga kelgan. Bu məzgil yenidən öylik ocaqlıq bolğan dadisi Abdücelil Damollamning taliblarga ilim ügütüş, avam xalq arasıga ilim mərifət tarqitish bilan məşğul bolayotgan jaholat və nadonlik, mutaəssiblik və xurapatlıq, zoravallik və öktemlikka o'xshash ma'naviy illatlarga qarshi ham nazriyaviy, ham amaliy kurashlarda bo'lgan məzgillari edi. 1933 yılı martda dadisi qo'zg'olon ko'tarib Gumini azod qilgan. Biroq 1934 yılı yazda vaziyat o'zgarib, Stalinning plani bo'yicha Xotan islom hukumati territoriyasi 1934 yıl iyulda bandit Mahosanning qo'liga o'tkazib berilgan. Mazkur hukumatni qurgan mo'tivarlar yurtni tashlab chet elga chiqib ketgan. Şu qatarda 1934 yılı yazda Abdücelil Damollam 9 yaşlıq gödək oğlu Abdülhəkim Məxsumni elib haj qilish uchun safarga chiqqan. Hindiston və Arabiston qatarlıq joylarda ziyoratda bo'lgan. U yerlarda ko'plagan adiblar va ilm ahlilari bilan tanishgan. Ular bilan mushoirlar yezishgan, ilmiy suhbatlarda bo'lgan. Bir şahidning əslab berishicha, Damollam Hacim o'g'lini bo'yniga mindirib, Kabening bo'sog'isigacha ko'tirib, "O'g'lim, Allohdan ilm tilgin" deb xitob qilgan. O'g'li: "Ey, hammani bilguchi ulug' Allohim, menga dadamga bergan ilmchilik ilm bergin" deb duo qilgan ekan. Buni anglagan dadisi o'g'lini yerga tashlab etgan. Hamda uningga: "O'g'lim, bu duo ijobat bo'ladigan ulug' makon. Menda qanchalik ilm bo'lmoqchidi? Imom Azamning ilmini tilagin" deb ta'lim bergan ekan. Tarixiy manbalarga asoslanganda bu 1935 yılı mart, ya'ni 1353 yillik haj mavsumi edi. Ata bola ikkalan shu taraqida saq 2 yil chet elda yashashga majbur bo'ladi. Marhum Məxsumacım bu vaqtdan foydalanib arab tili va diniy ilmlarda kishini hayron qoldirgudek saviyaga kelib qoladi. 1936 yılı fevralda vatanimizning Qashqar, Xotan va Aqsu qatorliq joylardan kelgan hojilar marhum bilan didorlashib, vatanimizda bo'libmi Qashqarda Mahmud Mo'yidining butun kuchi bilan qo'llashida tarixda oz ko'riladigan milliy uyg'unish va oqartish harakati elib berilayotganligini, Damollam Hacimningmi o'zlari bilan birga qaytib ketishini bakma umid qiladiganligini izhor qiladi. El vatan uchun barliqidan kechadigan peshqadam inqilobchi qilch ikkilanmasdan o'g'lini elib vatanga qaytib keladi. Biroq ular vatanimizga qaytib kelganda 1937 yılı kiray degan edi. Qashqarda 1936 yılı 12 may Şapdul Damollaning o'ltirilishi bilan boshlangan jiddiychilik Mahmud Mo'yidi bilan Jallod Shingsay o'ttirsidagi yoshirin ziddiyatni avjiga chiqargan edi. Natijada ular vatanda amdi bir ish qilay deb turganda birdilla qo'rqinchli vaziyat qaytilindi. Oldi bilan 1937 yılı 2 aprel Mahmud Mo'yidi
ovlash bahonasi bilan Qashqardan qechib chiqib, Yakanga keladi. Ondan huquqini Abduniyoz Kamolga o'tkazib berib, o'zi bir qism odamlari bilan Hindistonga chiqib ketadi. Arqadınla Qashqarda Qutluq ھاجى Şevqi, Məmtili əpəndi başlıq millət sərkərdələri tutqun qılındı. Başqa joylardagi mötəvərlər 1937 yil sentyabrda Sovet Qizil Armiyasi Abduniyoz Uyg'ur qo'shinini yo'qotgandan keyin biraqla tutqun qilinib, el orasida zo'r obro'yi bor zotlar shu yili dekabr oyigacha har xil suiqasdlar bilan o'ldirildi. Abdujallil Damallajimmo shu yili Jallat Shingsay bütün vatanimiz miqyosida yurgizgan bostirish terrorligining qurboni bo'lib ketgan. Abdujallil Damallajim shaxsiy g'arazlardan xoli umumning g'amini yeydigan ojiz miskinlarga yordam berishni o'zining burchi deb biladigan sop niyatlik, taraqqiyparvar diniy ulamo hamda yetilgan shoir edi. U o'z ona tili va arab faris tillarida o'xshamagan she'riy shaklda bir qator salomnoma, tashakkurnomalarni, mushoira, beg'ishlama, shundoqla lirik she'rlarni yozgan bo'lsa-mu, ularning ko'p qismi yo'qolib ketgan. Uning hozirgacha saqlanib qolgan Uyg'ur tilida yozilgan 10 parcha she'riy maktubni o'g'li Abdulakim Mahsumajim o'zi nashrga tayyorlab, Buloq ژورنىلىنىڭ 1989 yillik 1-sonida e'lon qilgan. Abdulhakim Mahsumajim yana shoirning arab tilida yozgan bir qism qasida va salom nomalarni ayrim nashrga tayyorlagan. Damallajim tutqun qilinib uzoq o'tmay 1937 yili 17 oktyabrda Qadiraji va uning qilichi xoin Mavlanov kuchlari Damallajimni hozirgi gumi bilan qog'liq o'tirsidagi cho'loqning seyda boshqa sabdoshlari bilan tirik biti ko'mib tashlaydi. Mahsumajim va Xotan Qashqar xalqi bu joydan safar qilganda alayida uloqlardan tushib, ularning ro'yiga duo qilib, ondan yo'lini davom qilishni odat qilib kelgan edi. Mahsumajimmo har qatim bu sayliqdan o'tganda hamisha uzun duo qilib, ondan yurib ketadi. Qadir ھاجى bilan Razoq Mavlanovning shu yili 30 may kuni Qashqar Yavoq turmisidagi Məmtili əpəndi başlıq 300 nafar mötəvərlərni qirvatganligi hech kimga sir bo'lmasi kerak. Mahsumajim mo'jizlarcha hayot qolgandan keyin 20 yoshga kirgan yili, ya'ni 1945 yili 1-sentyabr bütün Komindang qo'shinlari Yaponlardan g'olib keldik deb haroq ichib tabriklab, g'arq mas bo'lib yotgan kechasi qo'zg'algan Toshqo'rg'on inqilobiga qatnashib, tezla talanti ko'zga ko'rinib, yetakchilardan bo'lib qoladi. Biroq Stalin jonkayshidan barliq alayda manfaatlarga to'liq erishib bo'lgandan keyin 1946 yili iyunda bir vaqtda Manas daryosi bo'yidagi qo'shinimizni G'uljiga qaytarib etdi. Janubda Qashqarning ko'p qismini ozod qilib bo'lgan Toshqo'rg'on inqilobchilarini qurol tashlab, yurtlarga qaytib ketish buyrug'i tushirdi. Natijada 1937 yildagi fojia qaytilinib, Mahsumajim Komindangchilar tarafidan qo'lga ilinib, saq 2 yil turmada qiyin qistoqqa ilindi. 1948 yili ayni vaqtdagi o'lkilik hukumatning muavin raisi bo'lib o'sgan Muhammadniyaz uni qamoqdan bo'shatib, qutqizib qoladi. Muhammadniyaz bilan Abdujallil Damallajim sabdoshlardan bo'lg'achqa, ba'zi tarixiy manbalarda u Mahsum Hojimni shimoldagi milliy mustaqillik inqilobining janubga yamrab ketmasligi uchun shunday qilgan deyilgan. Chunki 1947 yildan boshlab 3 apandi bilan Eli taraf o'tirsida keskin ideya ko'rishi boshlanib, har ikki taraf
Gomindan işğaliyyətdəki 7 vilayətdə təsirini küçəytişkə faal tirişqan idi. 1949 yılı vətənimizdə vəziyyət biraqla astın üstün bo'lib ketib, xalqimiz nima bo'lganligini anqirib bo'g'icha rahbarlar sirli holda yo'q qilinib, Qizil Xitoy askarlari vətənimizni tinch holda ishg'ol qilib oladi. Xalq ishning mohiyatini bilganda allaburun kechikkan edi. Shundoq qilib 1950-yildan 1954-yilgacha tunji qattiq qarshilik vətənimizni qaplaydi. Wang Jun buni bahona qilib, Uyg'ur xalqining 4/1-ni qirib tugitdi. Mahsumajim 1954-yili tunji qitim Qizil Xitoylar qo'lida mahbus bo'ladi. 1955-yildan 1958-yilgacha uyida qattiq nazorat ostida yashaydi. 1957-yili Moskvadan qaytib kelgan Mao darhol vatanimizda yangi cho'ng tozalash harakati qo'zg'ab, xalqimizning rahbarlarini hokimiyatdan siqib chiqarib, 1958-yili mahkama shar'iy tuzumini to'liq amaldan qoldirib, kommunizm qonunini qattiq tatbiqlashga boshlaydi. Bu hol Qashqar va Xotanda cho'ng davolg'ush va qattiq norozilik paydo qiladi. 1959-yilga kelganda aslida 1957 va 1958-yillar qo'zg'algan atalmish yerlik millatchilikka qarshi, terrorlikqa qarshi Qashqar va Xotanda kunda degidak qattiq qarshilik yuz berib turdi. Yavuz düşman mərhumni bunun asasliq kushkirtkichilar qatorida sanab, mərhumga muddatsiz qamoq jazosi hukm qiladi. Ayni vaqtdagi Xitoy qonunida eng uzun jazo muddati 20 yil edi. 1979-yil 12 martda Mahsumajim 20 yillik jafoliq turma hayotini oxirlashtirib, hurlikka chiqdi. Türmeden chiqibla 1979-yildan 1989-yilga qadar bo'lgan oltin 10 yilda vatanimizda 20-asrning keyingi 50 yilidagi qayta gullanish manzarasini barliqqa keltirdi. 1987-yili kuzda talabga binoan vatanimizdagi birdan-bir qonunliq diniy bilim yurti Urumchi Islom institutiga kelib o'qituvchilik qiladi. 1990-yil aprelda Barin vaqasi sababli qog'iliqqa qaytib ketib, toki 1993-yili vafot bo'lguncha ig'ir nazorat ostida o'qitishni davom qiladi. Gerçi düşman Mahsumajimni qaytadan qaralashga shuncha urinib baqqan bo'lsa-mu, ammo allaburun yo'lliq vositalar bilan yo'lliq ish ko'rib, Uyg'ur xalqining gavdisi va modilasiga aylanib qolgan bu ma'naviy doyini qaralashga zodi yetarlik sabab topolmagan. Hatto marhum hayot vaqtida birmi düşman amaldori 100 turani ayblashga va qaralashga cüret qilolmagan. Faqat 1995-yilga kelgandila ondan rasmiy holda Urumchi Kashlik gezdida marhum Mahsumajimni atalmish 3 xil kuchlarning ma'naviy doisi deb qalpoq kiydirgan bo'lsa, 2001-yildan keyin ochiq oshkora holda Xinjiangdagi terrorchilarning bosh atamani deb qaralashga boshlagan. Biroq bular hammasi chek basmaydigan töhmetler idi. Aldınqı asrning oxirgi 20-dagi 50 yillik mustamlika hukmronligi davri, ya'ni 1949dan 1999-yilgacha ni xulosalash yig'inida dushmanlar marhumni atalmish Xinjiangning kommunistlashish qadami va xitoylashish musofasini 50 yil keyniga surayotgan kishi deb jakarlagan. Mana bu yaqinqi 100 yillik Uyg'ur tarixida ishg'olchi kuchlarning tunji qitim bir kishining ta'sirini mushundaq yuqori baholashi va astoydil muayyanlashtirishi bo'lib hisoblanadi.
1993 yılı 9 iyun şənbə kech, yani 1413 yılı Qurban Hayit, Zülhəcce ayının 29 günü namaz jamğı turğunida Allah'ның dərgahıga səfər qilgan. Şunun bilan yaş vaqtida Qashqarning xonliq madrasasida, Hindiston va Iroqdagi Saudiya Arabistonda ilm tahsil qilgan. Hayoti bo'yicha 5 qatim, Qizil Xitoy qo'lida 3 qatim turmaga solangan. 22 yil uda turmada yotgan. Turmadan chiqqandan keyin 1980 yili Qog'liq shahrida maktab ochib, 1990 yilgacha 3000 dan ortiq o'quvchi yetishtirgan gigant azmat va ma'rifat mashhili marhum Abdulhakim Maqsum hojim fani olamdagi vazifasini mukammal ado qilib, boqi olamga safar qildi. Mərhumның yetiştirgan o'quvchilari hozir vatan ichi va sirtida vatan xalq uchun belgilik xizmatlarni qilib kelmoqda edi. Baxtga qarshi 2014 yili 28 may boshlanib ketgan qattiq zarba berish to'lqini va 28 iyul yakan elishqi qo'zg'alini asnosida mazkur o'quvchilar tunji turkumdagi nishonga aylanib qolgan. Erkin Asiya Radyosu'nun 2014 yılı öktəbirdəki xəbərə qaraganda 1980 yıllarda Qog'liqdagi mashhur diniy ulama Abdukerim Maqsum hojimning qo'lida tarbiyalangан eng oxirgi taliblardan biri Ablikimxon shu yil yozda Urumchida tutqun qilingan. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan, ammo ahvoldan to'liq xabardor biraylarning bildirishicha, Ablikimxon tutqun qilingandan keyin oilasidagilar xeyli uzungacha u to'g'riliq hech qanday uchur ololmagan. Ma'lum bo'lishicha, 40 yoshlardagi Ablikimxon Qog'liqning Zonglang degan joyidan bo'lib, 1980 yillarda mashhur diniy ulama Abdulhakim Maqsum hojimning qishida ta'lim olgan. 1990 yillarning oxirlaridan boshlab ko'p qatim tutqun qilinib, ko'p qatim qo'yib berilgan. Keyincha Xitoy o'lkalariga ketib, kabobchilik qilib kun kechirgan. Ablikimxon hech qanday ishga aralashmay, o'z tirikchiligi bilan yurgan bo'lsa-mu, lekin bu yil, ya'ni 2014 yili mayning oxirlaridan boshlangan tozalashda Urumchida yana tutqun qilingan. Ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, shu yili mayning oxirlaridan boshlab Xitoy doiralarining Uyg'ur vatanida qo'zg'agan cho'ng tozalash harakati davomida minglagan Uyg'ur yoshlari tutqun qilingan yoki iz daraksiz yo'qolgan. Ularning oshkor qilishicha, shu yil 5-oyning 29 kuni bir qatimdil tutqun qilingan sonining 7000 ga yetadiganligi ilgari surilgan. 28 iyuldagi yakan qirg'inchiligidan keyin Xitoyning vatanimizning janubiy qismiga qaratgan yuqori besim siyosati hassalab kuchaygan. Ahvoldan xabardor kishilarning shu chog'dagi bayonlariga asoslanganda, yakan, Qog'liq va boshqa noyalarda Maqsum hojim bilan aloqasi bor va gumonliq deb qaralgan kishilarning hammasi tugidak tutqun qilingan. Maqsum hojimning yaramliq izbosarlaridan Kerem Abduvali qari 2017 yili sentabr kunlari turmada qazo qilgan bo'lsa, yana bir alloma shogirdi Mamtiminjon Domillam 2016 yili 3 fevral oxirgi qatim tutqun qilingan bo'lib, bu yil iyulda qazo qilganlik xabar tarqalgan. Biroq zodi qachon, qandaq sabab bilan qazo qilganligi, jazo lagerida yoki turmada qazo qilganligi aniqlanmagan. Do'stlaring guvohlik berishicha, Domillam vatanimiz ichidagi butun ulamolarni diniy sohada o'ttirg'i chiqqan yangi fatvo va yangi masalalardan vaqti-vaqtida xabardor qilib, turlik fitna ig'vo, jidal majralardan uzoq turib, sağlam va mo'tadil yo'l tutib,
бүтін İslam dünyasida birdek ta'kidlanayotgan o'ttirhol islomiy muhit yaratishga ko'p kuch sarf qilgan ekan. Demak, bu nuqtadan qaraganda Kompartiyaning g'arzi ochiq chiqib turibdi. Uyg'urlarni yo'qotish uchun oldi bilan yo'l boshchilarini, andin diniy va milliy qimmat qarashlarini, oxirida butun bir millatni tüp yıldızdan yo'qotish plani sistemalik va sijil elib berilmoqda. Yo'qotganlarimizning sonini mangu hisoblab chiqqili bo'lmasligi mumkin. Davomi bor. Mەnbە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 15 سانىدىن ئېلىندى.